Abdulhak nima qilibsiz? Manzarani qarang, Bekzod. Madaniy hordiq olib o'tirmiz. Undan ko'ra yengil obzor qilasizmi? Qo'yib boramiz. Yuring ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Siz azizlar uchun O'zbekiston bozorida o'ta ham kamdan kam uchraydigan mana shunaqa mazakalarni olib keldik. Kelinglar, ularni bitta-bitta obzorini qilamiz. Ulardan birinchisi mana shunaqangi yashil ko'rinishdagi mazakamiz. O'ta ham go'zal holatda, uzorlari ham juda ham nafis ishlangan. Bundan keyingisi qalamcha ko'rinishdagi mazakalarimiz. Ularning ham o'lchami juda ham bejirim. Buni xohlasangiz o'zini foydalansangiz bo'ladi, xohlasangiz barg ko'rinishdagi mazakamiz bilan kombinatsiya qilib foydalanish imkoniyati ham mavjud. Kuzni yomg'irli atmosferasini doim his qilishni xohlaganlar uchun kuzgi barg ko'rinishidagi mazakalarimiz o'zini juda ham chiroyli uzorlari bilan haqiqiy kuzgi barglarni eslatadi. Baliq tangasini eslatuvchi mazakamiz juda ham chiroyli uzorlari bilan ko'rsangiz bo'ladi. Shu bilan birga yana barg ko'rinishidagi mazakamiz juda ham chiroyli rang va nafis ishlangan uzorlari bilan qo'lingiz bilan siypalaganingizda ham qovurg'alari shundoq bilinib turadi. Buni ikki xil rangi bor, to'q yashil va och yashil. Xohlasangiz to'q yashilni o'zidan foydalanib dizayn qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz yashil, och yashildan foydalansangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ikkitasini kombinatsiya qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Agar sizga ham ushbu bejirim mazakalarimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda plyus belgisini qoldiring va biz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Bu videoni mana shunaqangi mazaka qidirib yurgan tanishlaringizga va dizaynerlarga yuborib qo'ying.